Hammaga salom. Navbatdagi videoga xush kelibsizlar. Bugun ajoyib bir mavzuda gaplashamiz. Ya'ni instrumentni volatilitet haqida gaplashamiz. O'zi bu nimalarga ta'sir qiladi va savdoda qanday buni o'rinborligi haqida gaplashamiz. Nega bu videoni qilyapmiz? Sababi oxirgi marta Telegramda live qilgandim. Mana shu mavzuda sal gaplashgandik. Imminni oltinda hozirgi bo'layotgan jarayon o'zi nimadan kelib chiqdi, qachon boshlandi va nimaga, albatta bularni birgalikda ko'p chiqishga harakat qilamiz. O'zimni taxminimni aytishga harakat qilib ko'raman. Albatta hammasi asosiy faktlar bilan asoslangan narsa, hech qanday to'qib chiqazilmagan bu yerda. Ko'ramizki, asosan bu hozirgi paytda bo'layotgan holat imminni 10-oktyabrdan boshlandi. Ko'pchilik imminni biz shuni payqadik, ya'ni ko'pchilik buni payqagan bo'lishi mumkin. Nega, nima sabab bo'ldi desak, bunga albatta imminni Trampni Xitoyga bo'lgan politikasi deydim, mana shu narsa sabab bo'ldi desa ham bo'ladi. Sababi keling birgalikda ko'rib chiqamiz. 10-oktyabrgacha oltinda savdo oldingi holatida qanday bo'lgan bo'lsa, ana shunday holatda bo'ldi. Ya'ni stabil, o'rtacha, ana shu savdo qilgan ishtirokchilar cho'tki savdo qildi, bez problem, unchalik yurish volatilness unchalik kuchli emas, muammosiz, hamma обычно yashash anqasida yashab savdo qilyapti. No, 10-oktyabr kuni ko'pchilik esida bo'lsa, imminni Trampni aytgan gaplari butun indekslarni qulashiga sabab bo'ldi. Aksiya indeksi va boshqa hamma amerikanskiy birjani qulashiga sabab bo'ldi. Albatta buni biz oldinroq payqadik. Oddiy qilib aytganda bir necha minut oldin qulashdan oldin bu yangiliklar chiqdi va bir necha minutdan keyin bozor polnisi quladi. Nimaga? Sababi hozirgi paytda ko'ramizki, bozorga imminni insonlar gapi mana shunday tarzda ta'sir qilyapti. Albatta bu holat bundan oldin ham bo'lgan, ya'ni unchalik yangilik emas, lekin bu safar albatta juda ham yaxshigina quladi va bu qulashda juda ko'p ishtirokchilar o'z kapitalini yo'qotdi desak ham bo'ladi. Ba'zilar polniy slif ham qildi. Nimaga? Sababi imminni bu savdoga ta'siri bo'lgan narsa to'g'ri, lekin savdoda hisobga olinmagan. Ya'ni savdoda nima? Oddiy sotib oluvchi sotuvchining o'rtasida bo'ladigan jarayon hisobiga buy-sell bo'ladi, lekin ko'ramizki, hozirgi paytda imminni mana bu politika deydi, mana shu narsa ham juda qattiq ta'sir qilyapti. Shuning uchun bu narsani bilgan yaxshi. Nimaga? Sababi ko'ramiz, internetda yaqin orada ham chiqishyapti. Ya'ni Bloomberg terminali unchalik foydasi yo'q, unaqa deymaydi, yo'qsa sizga qanaqadir salmon bilmasangiz sizga ta'sir qilmaydi, oddiy qilib aytganda sizni bilimingizni oshirmaydi. Albatta bu savdoni bilmasangiz, bu narsani ishlasangiz ham sizga umuman ta'sir qilmas. Nega? Sababi imminni mana shu. Lekin bu terminallar вообще-то bu sizga yordam beruvchi resurslar nimani saqlab qolishi mumkin? Обязательно kapital. Masalan, ko'rishimiz mumkin, ana shu kuni qulashdan oldin, bir necha minut oldin Tramp mana shu so'zlarni yangiliklarda aytgan. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, ana shundan keyin polniy qulash yuz berdi. Bozorda indeks, S&P 500 hamma aksiyalarda oltindan tashqari. Shuni hisobga oltirdi, oltindan tashqari. Nega? Sababi oltin doim ko'p ishtirokchilarda o'z riskini ozaytirish uchun hech hisobida ishlatiladi. Ya'ni riskni ozaytirish uchun o'zini riskini imminni ana shu metallarda hech qiladi. Ko'rishimiz mumkin, yangilik chiqqan payt imminni, ya'ni bir necha minutdan keyin bu qulashni boshladi. Nimaga? Sababi ishtirokchilarga yetib borguncha orada bir necha sekund yoki minut vaqt o'tadi. Buni albatta kim birinchi payqasa, ya'ni bu yangilik, bu so'zlarni birinchi bilgan inson nima bo'ladi? Albatta bozordan chiqib ketadi. Buni albatta kim biladi? Imminni mana bu ko'plik institutsional ishtirokchilar biladi. Nimaga? Sababi ularda hamma narsa bor. Bloomberg deydimi, yo boshqa terminalmi, hammasi bor. Masalan, Bloomberg terminaliga kirsangiz, narsa ko'rsatsa, hattoki qaysi insonni
har bitta Twitterda bo'lgan tweetchini belgilasangiz bo'ladi. Masalan, menga mana shu insonni Twitch kerak yoki boshqa narsa. Masalan, prezident Tramp, Elon Musk, boshqa. Masalan, Apple'da savdo qilsa, Apple'da главный direktori, yoki именно главный naosini anaqasi. Orada siz bilan oddiy traderni, ya'ni Bloomberg terminal ishlatgan yoki boshqa terminalda turib, masalan, finansiy boshqa Wall Street Journal boshqa narsalar bor. Endi bilamiz, uni hammasi har xil maqsadda ishlatiladi. Hammasi har xil maqsadda ishlatiladi. Nega? Sababi ishtirokchilar shuni tanlaydi. Oddiy trader bilan investing va boshqa instrumentlarni qarab o'tiradigan, portallarni qarab kuzatadigan traderlar sizni orasida o'rtacha bir necha sekunddan minutgacha farq bo'lishi mumkin. Ya'ni 2 minut, 3 minut. Nimaga? Sababi ular ham ana shunday tarz oldi. Ya'ni yangiliklarga qarab o'tiradi, ana shuni sizga transaksiya qilib beradi. Kimda tez bo'lsa, ana shu albatta yutib chiqadi. Nimaga? Sababi bu tezlik, bu yerda tezlik o'ynaydi albatta. Ko'rishimiz mumkin, yangilik chiqqandan keyin bir necha minutdan keyin bozor qulashib boshladi. Eng tez reaksiya bildirgan ishtirokchilar bu yerda o'z pozitsiyasini tashlaydi. Ya'ni Trampning aytgan so'zi uchun emas, Trampning qilgan politikasi uchun o'z riskini xavfsiz qilish uchun nima qiladi ishtirokchilar? Uje pozitsiyalarini, yiqqan pozitsiyasini yoki ochgan buy сделкаларni yopish boshladi. Nima? Chunki uje bu yo'lga risk kattalashi, qulashi mumkin. Albatta ko'ramizki, bir necha minut ichida bu yerda juda katta ob'em tushdi. Ana shu kuni va bozor konkretni qulashni boshladi. Bu terminallar mana shu narsaga sizga yordam berishi mumkin. Ya'ni nafaqat kelajakda bo'ladigan harakatni qayerga, qanday, nima sababdan qulaganimizni bir necha minut yoki sekund oldinroq bilishingiz mumkin. Shuning uchun ham bu terminallarni narxi juda qimmat bo'ladi. Nimaga? Sababi ana shunga yarasha sizga informatsiya yetkazib beradi. Tushunasizmi? Ishlatmagan odam, ko'rmagan yoki praktikada qo'llamagan odam bu narsani hech qachon bilmaydi. Ya'ni nimaga kerak, nima sababdan ishtirokchilar mana shu summani to'laydi. Shunchalik qimmat bo'lishiga, qat'iy qimmat bo'lishiga qaramasdan shuncha summani to'laydi. Ya'ni savdo qiladigan traderlar bo'lishi mumkin, krupniy ishtirokchilar bo'lishi mumkin, katta investitsion. Mana shu summani to'laydi. Qimmat bo'lishiga, masalan, investingga kirsangiz besplatni ko'ring, tekin ishlasangiz bo'ladi. Nimaga endi tekin resurslar turganda, mana shunday katta summani to'lab, ular mana shu terminallar naosini bilan ishlatadi. Sababi kim oldinda bo'lsa, ana shu ko'p holatlarda bozorga yutib chiqadi. Ya'ni bozorda shunday qonun bor, ya'ni kim orqada bo'lsa, ana shu banketga pul to'laydi, bugungi banketga. Mana shu qonun oldin ham bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Nimaga? Sababi siz qancha orqada bo'lsangiz, shuncha oldinda ishtirokchilarni banketiga o'tirishiga pul to'lashingiz to'g'ri. Nimaga? Sababi ular uje chiqib ketib bo'ldi, siz qolib ketdingiz. Xuddi kemaga chiqyapsiz, sizga kemaga chiqayotganda ogohlantirishyapti. Ya'ni kemada turgan paytingizda sizga ogohlantirishyapti. Bir necha minutdan keyin kema cho'kishni boshlaydi. Sizda bir necha minut bor. Kemadan sakrab yoki qayiqchaga chiqib kemadan uzoqlashish uchun. Savol. Sizga yordam beradimi bu narsa? Menga yordam beradi. Masalan, Trump bu yerda gap aytdi, sразу men uni bildim. Ya'ni mana shu naosnoy terminal orqali sразу bozordan sakrayman. Nimaga? Chunki men bilmayman bu ishni. Tushunasizmi? Hech kim bilmaydi bu ishni. Bozor qanday reaksiya bildirishi mana bu so'zlarga hech kim bilmaydi. Demak, bilmasa bu yerda risk kattalashadi. Lutchi kapitalni yopib, ya'ni сделкаlarni yopib chiqib ketgan yaxshi. Ana shundan keyin bozor qanday reaksiya bildirsa, ana shunga qarab turib albatta harakat qilish. Bunga fikrim albatta mana shunday, ya'ni so'rashgan uchun. Albatta undan keyin ko'rishimiz mumkin, juda katta qulash bo'ldi. Kimga qanaqa tushunasizmi? Albatta bu yerda endi faktlar ko'p, ya'ni ta'sir qiluvchi faktlar ko'p.
keyingi faktga o'tadigan bo'lsak, ya'ni ikkinchi faktga o'tadigan bo'lsak, bu instrumentni volatilness. Ya'ni har bitta instrumentda o'rtacha volatilness bo'ladi. Kunlik, haftalik, oylik, ba'zida yillik. Ko'rishimiz mumkin, oltinni volatilnessi imенно 10-oktyabrgacha, ana shu kungacha обычный oddiy bo'lgan. Ya'ni hamma chista o'zini savdo qilish anaqasida savdo qilgan, bez problem ko'rishimiz mumkin, volatilness unchalik katta emas. Ko'ryapmizki, mana bu 9-oktyabr, ya'ni 10-oktyabrdan oldingi holat. Albatta ko'rishingiz mumkin, необычный, ya'ni instrument harakati umuman boshqacha, необычный boshlandi. Oddiy qilib aytsangiz, savdo qilasiz instrumentda, har kun savdo qilasiz, уже 10-kun mana bu yangilikdan oldin savdo boshqacha bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni instrument boshqacha o'zini nervli savdo qiladi. Oddiy, spokойный inson bilan albatta asabiylashgan insonning farqi bo'ladi. Imенно mana shunday savdo qilish boshladi. Buni albatta 9-oktyabr kuni payqasa bo'ladi. Mana oddiy savdo qilgan volatilness hisoblanadi. Ko'ryapsiz, hamma yoq обычно 10-kuni imенно mana shu indekslar, aksiyalar qurilgan kun ko'rishimiz mumkinki, mana bu 10-kun. Ya'ni 10-kuni ko'rdik, muammosiz, как положено savdo bo'ldi. Nimaga? Sababi aksiyalar indekslar qurilgani bilan oltinda stabil ushlab turdi. Ya'ni oltin unaqa yo'q qulash yoki qandaydir kuchli движениеga harakat bo'lmadi. Ya'ni kuchli volatilness kuchaymadi. Lekin albatta ko'ramiz, sal bu yerda qandaydir noodatiy savdo bor. Ya'ni volatilnessga bog'liq bo'lgan noodatiy savdo boshlanyapti. Imенно 9-kuni ko'rishimiz mumkin, 8-9-kun mana shunday holat bo'lyapti va mana buni qarang. 10-kuni mana shu holat bo'lyapti, 11-kungi holat qarang. Volatilness sразу oshyapti. Ko'ryapsiz, ya'ni o'rtacha volatilness 15 dan 20, 22, 20 gacha bo'lsa, ko'ramizki, o'zi необычный volatilness oshgan hisobiga va oshyapti. Endi mana buni qarang, volatilness. Ups, qanchalik ko'tarilgan. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Katta ehtimol bilan, juda katta ehtimol. Bu men taxminim, ya'ni bu fakt emas, juda katta ehtimol bilan imенно aksiya indekslarda savdo qiladigan professional ishtirokchilar, ya'ni hedge fond yoki boshqa professional ishtirokchilar oltinni rezervniy riskni ozaytirish uchun rezervniy instrument hisobida tanlashdi. Imенно menimcha mana shuni hisobiga mana shunday volatilness kuchayib ketdi. Sababi ko'rishimiz mumkin, imенно 10-kungacha bez problem savdo bo'lgan. Ya'ni oltin o'zini обычный hayotini o'tkazdi desa ham bo'ladi. Уже o'tganimizdan keyin esa ko'rganimizki, ups, volatilness qarang qanchalik kuchaygan. Ya'ni уже 33 ga chiqqanda qulashi boshladi. Ya'ni 33 ga chiqdi volatilness va qulash boshladi. Lekin ungacha ko'rganimiz juda kuchli o'sdi. Volatilness o'zi nimaga oshadi? Asosiy sababi endi albatta bu yerda savol tug'iladi. Volatilness nimaga oshadi? 10-kuni ko'rishimiz mumkin. Ungacha albatta qulash bo'ldi bu kun. Adashmasam, mana bu yerda albatta bu qulash 2 marta yuz berdi oltinda va 10-kuni ko'ramizki, hech qanday katta qulash bo'lgani yo'q. Chem mana bu S&P 500, Nasdaq boshqa instrumentlar qaragan, aksiyalar qaragan va undan keyin ko'ramiz juda katta rost bo'ldi. Do 4400 gacha. 4400 gacha albatta esingizda bo'lsa, Telegramda 4400 gacha borsa kerak deb taxmin qilgandik. U ertasiga quladi уже. Albatta buni ham aytgandik. Hozirgi paytda ko'rishimiz mumkinki, narxni tushishini. Ya'ni volatilness tushib kelyapti. Ya'ni ishtirokchilar tushishga harakat qilyapti yana oldingi holatiga. Albatta 20 dan yoki 20 dan pastga o'tsa, yana обычный holatga qaytishi mumkin. Ну, это нереально hozircha. Sababi ko'ramizki, katta gaplar bilan ochilyapti narx va majburlab tushiryapti desa ham bo'ladi. Sababi volatilness действительно mana bu professional ishtirokchilarga ham уже kuchli, ya'ni katta riskni olib kelgani uchun imенно mana shunday bo'lishi ham mumkin. Ya'ni riskni tushirish uchun harakat bo'lishi mumkin. Albatta volatilness oshishiga nima sabab bo'ladi? Bu birinchi fakt bu albatta savdo ob'yomi, ya'ni ob'yom oshishi. Ob'yom qanchalik kattalashsa, shuncha
volatilniyangiz kuchayadi. Masalan, indekslarda S&P 500 Nasdaqlarda ko'ramiz, juda volatilniy instrument hisoblanadi. Nasdaqlar nimaga? Chunki instrumentga qaraganda uning ob'emi juda katta, kuchli, ya'ni savdo bo'ladigan. Shuning uchun ham yurish volatilniyasi juda katta bo'ladi. Oltinda ham imini mana shu narsani payqayapti. Nimaga? Sababi ko'ramizki, mana shu yangilik kunidan keyin mana shunday holat yuz bergan. Demak, juda katta ehtimol bilan katta kapitali bor hedge fondlar yoki katta treyderlar imini oltinda hozir savdoni olib boryapti. Shuning uchun ham volatilniyasi juda kuchli bo'lyapti. Sababi ular siz oddiy magazinchisiz bu yerda o'rtacha 1 milliondan 10 milliongacha savdo qilasiz. Ya'ni kunlik savdo obishda mana shunday bo'ladi. Sizga esa bir necha milliard dollarlik sotib oluvchi yoki sotuvchilar kirib kelyapti bozor do'koningizga. Albatta u yerda to'polon bargak boshlanadi. Nimaga? Sababi sizni bozoringiz unchalik katta ishtirokchilarga moslashmaydi. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda ham mana shuning uchun volatilniyasi juda ham kuchayib ketdi. Taxmin albatta cho'g' oddiy bo'laveradi. Ya'ni taxminni qanday qilsangiz bo'laveradi. Albatta meni taxminim mana shunday. Ya'ni ko'ramizki, ungacha qandaydir kuchli harakat volatilniyasi bo'lmadi. Mana shu quloshdan keyin ko'rishimiz mumkin, volatilniyasi oshib ketdi. Nimaga? Sababi bu yerga juda katta kapital bor, ob'emga kirib keldi. Ya'ni ishtirokchilar ko'paydi savdo qiladigan. Liba imini katta kapital bor ishtirokchilar kirib kelib savdo qila boshladi. Shuning uchun ham volatilniyasi kuchayib ketdi. Albatta bilamiz, bu volatilniyasi juda ko'pchilik self qildi, payqamang. Nimaga? Sababi siz texnik analiz qilasiz, switchni analiz qilasiz. Bu yerda bu narsa ishlamaydi. Bu yerda chista kapitalni harakat boshladi. Shuning uchun ham ko'pchilik mana bu volatilniyasi oshgan paytda self qilib yubordi. Mana shunday. Albatta meni taxminim hozircha bu shunchaki taxmin va aniqlagan ma'lumotlarim. Buni ham hisobga olish kerak savdo qilganda. Nega? Sababi mana shu narsa sizni kapitalingizni saqlab qoluvchi qandaydir sabab bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Ya'ni ko'ryapsiz, instrument o'zini boshqacha tutyapti. Ya'ni oldingi holatidan boshqacha. Uje bo'ldi. Savdo to'xtatish kerak va nimaga mana shunday bo'layotganini bilish kerak. Uje ko'ramizki, mana bu holat, mana bu volatilniyasi oshishi bir necha kun oldin boshlangan. Ko'rishingiz mumkin. Albatta, obishniy savdo mana bunday. Ups, ko'ramizki, uje instrument nervni savdo qilyapti. Ya'ni oldingidek savdo qilmaydi. Demak, что-то не то deb turib analizni boshlash kerak. Bu yerga tarzanga o'xshab sakrab turib savdo qilmasdan oddiy qilyapti. Bu albatta sizga nima olib keladi? Ya'ni ehtiyotkorlik bo'lish, kapitalni saqlab qolish olib kelishi mumkin. Sababi siz ertangi kunda to'polon mana bunday qichuvlar boshlanganda juda yaxshi bilasiz. Nima sababdan bo'lyapti, nimaga bo'lyapti. Va bu bozorga kirishingiz kerakmi? Bu talpaga qo'shilib yoki hozircha kuzatgan yaxshi. Mana shunday. Bu ham meni bitta taxmin oddiy qilyapti. Tushunyapsizmi? Bu ham bitta taxmin desa ham bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin, volatilniyasi tushyapti, lekin hali yo'li oldingi holatiga qaytmaydi. Nimaga? Sababi uje katta ob'emda ishtirokchilar, ya'ni katta kapitali bor ishtirokchilar savdo qilishni boshladi. Mana shuni hisobiga volatilniyasi oshib ketdi. Qachon oldingi holatiga qaytishi albatta noma'lum. Balki umuman qaytmaydi. Sababi volatilniyasi oshganda imkoniyat kattalashadi, bilamiz. Albatta kimga kattalashadi? Mana bu katta kapital bilan savdo qiluvchi hedge fond yoki treyderlar. Chunki ularda yetarlicha kapital bor va ana shu kapital bilan o'z возможностьlarini kattalashtirishi mumkin. Va mana bu instrumentni oltinni rezervni instrument hisobida qo'shib olib, shu bilan ana shu yerda joylashib savdo qilish ham mumkin. Demak, bu degani oldingiday bo'lmaydi savdo. Ya'ni oltinda bez problem, tixi, strategiyada ishlagan bunaqa narsa bo'lgan bo'lsa, bu yo'q u narsa bo'lmasin. Nimaga? Chunki volatilniyasi o'zgardi. Bu degani hamma narsa o'zgaradi. Pattern, strategiya, signal,
boshqa narsalar hammasi o'zgaradi. Instrumentda yuvishi o'zgaradi, hammasi o'zgaradi. Nimaga? Chunki instrument mana shunday tarzda o'zgaradi. Bu asosan bilamiz, SMPPC nasx qiladigan bo'ladi bu narsa, lekin yiliga bir marta, ko'payib ketsa 2 marta bo'ladi. Ko'ramizki, oltinda ham imенно mana shunday narsalar yuz beryapti hozircha. Demak, mana shunday. Meni taxminim albatta hozircha mana shu. Albatta sizga qandaydir taxminingiz bo'lsa yoki qandaydir qiziq narsa aniqlagan bo'lsangiz, Telegram kanalimda menga yozishingiz mumkin yoki YouTube kanalimda bemalol mana shu videoning tagiga kommentariyaga yozishingiz mumkin. Men aniqlagan faktlar hozircha ko'rib turgan mana shu bo'lyapti. Albatta yana qandaydir bo'lishi mumkin. Ya'ni bilamiz, juda ko'p faktlar bor, bozorni ta'sir qilishi mumkin. Albatta bunday volatilность kuchli paytda lutchi savdo qilmasdan ana shunga moslashga harakat qilgan yaxshiroq. Sababi ana shunda siz uzoqroqqa borasiz. Chem bitta strategiyani o'zida bundan bir oy oldin ham imенно ana shu strategiya bilan hozir bilan nimaga sel bo'lasiz? Ya'ni ko'rishingiz mumkin. Imенно mana bu 8-oktyabrgacha bo'lgan savdo oddiy bo'lgan. Ya'ni volatilность обычно bo'lgan. Ko'rish mumkin. 8da уже boshlanyapti. 13 kuni ko'ramizki, imенно mana bu Trump yangiligi chiqyapti. Albatta ko'ramiz, mana bu professional ishtirokchilar oldinroq bo'lgan. Tushunyapsiz? Shuning uchun ham instrumentda ob'em kattalashgani uchun mana bu volatilность boshlangan. Undan keyin уже ko'rishimiz mumkin, raket bo'lib ketdi. Sababi katta ob'em qilgan va как положено, возможно, qandaydir katta nabor ham bo'lgan bo'lishi mumkin, ya'ni pressiyaj. Mana shunday. Albatta siz bundan oldin qandaydir qaytaruvchan strategiya yoki liniyalar bilan savdo qilgan bo'lsangiz, albatta bunday narsada ishlamaydi. Sababi bu yerda уже boshqa savdo qilish kerak, boshqacha moslash kerak. Shuning uchun ham ko'pincha real time da bo'layotgan jarayonga moslashish katta foyda beradi. Chem bitta strategiya bilan qayta savdo qilishlar. Nimaga? Sababi instrument o'zgardi, volatilность o'zgardi, ob'em o'zgardi, ishtirokchilar yangi mana bu professional ishtirokchilar kirib bozorni o'zgartirdi. Siz o'zgartirmadingiz. O'zingiz, ya'ni strategiyangizni stop, take ular o'zgartirdi. Albatta bu yerda birinchi bo'lib mushni yeydigan albatta siz bo'lasiz. Nimaga? Sababi hamma narsa o'zgardi, siz o'zgarmadingiz. Albatta birinchi mana bu aytganimdek qurbonlik imенно mana shu treyderlar bo'ldi. Ya'ni strategiya bilan savdo qilib, bozorni bo'layotgan jarayondagi o'zgarishiga moslasha olmagan. Ya'ni eski holatda qolgan. Albatta buni hammasi sir bo'ladi. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Nimaga? Chunki bozor umuman o'zgardi, bo'ldi. Tushunasizmi? Xuddi bu qaysi inson butunlay o'zgardi, masalan, qayerga borib keldi, butunlay xarakteri, hamma narsasi o'zgardi. Siz uni oldiga borib olib turib, oldingi holatini qaytishni so'rashingiz yoki oldingi holatda bo'lgan narsani tushuntirishga harakat qilishingiz bilan barobar desa ham bo'ladi. Albatta sizda ham qandaydir qiziq faktlar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta uni ham birgalikda ko'rib chiqamiz vaqt bo'lganda. Demak, hammaga xayr.